Assalomu alaykum hammaga. Biz bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam mana shu drill apparatni o'zim yasadim. Tak. Mana bu yerda suv turadigan idishi bo'ladi. Patronni bunaqasidan qo'ydik. Bunga oddiy patronim tushadi. Mana oddiy patronim tushadi. Ichiga tushadi. Yasalishlari shunday. Oddiy pachimlik qo'yilgan. Yog'ga ham oddiy pachimlik. Buyog'i shikib. Motorimiz 1,5 ming оборот. Tak. Ko'tarib tushiruvchi mana shu. Aylanib tushirib ko'taradi. Mana bu yerda rezvasi bor. Ko'tarib tushiradigan. Mana bu yerga pachimlik qo'yganmiz. Aylanadigan joyiga. Tak. Ular hammasini sorka qilib ulab sentr qilib chiqardik. Mana shunday. Yasamoqchi bo'lganlar bo'lsa shundan ko'rib biron bir yasalish uslubini shuni olishi ham mumkin. Tak. Motorimiz 3 fazali. Ikkita puskatel qo'yganmiz. Oldinga orqaga yuradigan qilib, aylanadigan qilib. Mana bu boshqaruv pultimiz. Bittasini bossa, qorasini bossa oldinga aylanadi, teshadi. Qizilni bossa orqaga aylanadi. Bosgan paytimizda aylanadi, qo'yib yuborganimizda o'chadi. Shunaqa ulaganman buni ichini. Chunki bu yerda agar favqulodda holat bo'ladigan bo'lsa, qo'yib yuborishga uspet qilish uchun knopkalarni hali bu joyga joylashtiramiz. Motor shkiflarga zashnik qilamiz, xudo xolasa. Aylanishi. Bitta teshik teshdik. Mana bu 28 millimetrlik teshik. Shuni teshib ko'rdik shunda. Yaxshi qiynalmasdan teshdi. Mana. Shuni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. E'tiborlaringiz uchun rahmat.